Hech jiddiy o'ylab ko'rganmisiz, nimaga maktab o'quvchilari yoki talaba yoshlar dars tayyorlashmaydi, ya'ni uyga vazifa qilishmaydi? Kelaylik hisob-kitob qilamiz. 1 yil 365 kun. 1 yilda 52 kun yakshanba kuniga to'g'ri keladi va biz 313 kun bilan qolyapmiz. Hozirgi kunda ta'til, ya'ni kanikullar 85 kun atrofida bo'ladi va bizda 228 kun qoldi. Har kuni o'rtacha odam kamida 8 soat uxlaydi va bu bizni 1 yildagi hayotimizda 122 kunni tashkil qiladi. Minus 122 va bizda 106 kun qoldi. Tabiiy holat, har bir inson bir kunda kamida 1 soat dam olishi kerak va 1 yilda bu 15 kunni tashkil qiladi. Bizda 61 kun qoldi. Gaplashish bu insonga xos xislat. Biz bir kunda u kimdir bilan turib gaplashib qolishimiz mumkin. Telefonda, Telegramda o'tda gaplashib, kamida 1 soat vaqtimizni ketkazamiz va 1 yilda bu ham 15 kunni tashkil qiladi. Bizda 46 kun qoldi. Bayramlar, oilaviy yig'in, biron bir muammo, ko'ngilsizlik yoki xursandchilik, qanaqadir tadbirlar bo'lib qolishi mumkin, to'g'rimi? Va bu 1 yilda bizni maksimum 40 kunimizni egallashi mumkin. Bizda 6 kun qoladi. Hozirgi koronavirus davrida inson ko'p kasal bo'ladi va tabiiy holat, biz 1 yilda 1 marta kasal bo'lsak, kamida 3 kun uyda yotib davolanamiz. Bizda 3 kun qoldi. Nahotki shu 3 kundan biz 2 kunini kinoga tushishga, sevgilimiz bilan ko'rishishga yoki oshna og'aynilarga, qanaqadir o'zimizni ko'ngilochar narsalarimizga sarflay olmaymiz. Sarflaymiz albatta va bizda 1 kun qolyapti. Bu 1 kun sizni tug'ilgan kuningiz. Tug'ilgan kunida dars qilgan odamni hayotingizda hech ko'rganmisiz? Men misol uchun qilmayman hech qachon. Tak что sizlar vaqtni noto'g'ri taqsimlab bergansizlar. Muammo menda emas. Talabalar like bosib qo'yasizlar.